Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz hurmatli o'quvchilar, chiziqli tenglamalar sistemasi yozib qo'yamiz. Xo'p, chiziqli tenglamalar sistemasining bugungi ko'rinishi qanaqa? Buni yozamiz. AX Demek, chiziqli tenglamalar sistemasining ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. A, B, S'lar bu yerda sonlar. Demek, A, B, S'lar sonlar. X va Y bu yerda o'zgaruvchi. Xo'p, chiziqli tenglamalar sistemasi deyilishiga sabab bunda noma'lumlar soni ikkita, ya'ni X va Y. Ya'ni ikkita noma'lum va ikkita sistema. Shuning uchun chiziqli tenglamalar sistemasi. Xo'p, chiziqli tenglamalar deyilishiga sabab noma'lumning darajasi nimaga teng? 1 ga teng. Shuning uchun biz chiziqli tenglamalar sistemasi. Demak, tenglama ikkita bo'lgani uchun chiziqli tenglama ikkita bo'lgani uchun demak chiziqli tenglamalar sistemasi deb ataymiz. Xo'p, chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning bizda demak bir nechta usullari bor, 3 ta usul bor. Birinchi usuli demak, birinchi usul demak o'rniga qo'yish usuli. Ya'ni ixtiyoriy bitta tenglamadan x yoki y ni topib, biz ikkinchi tenglamaga olib qo'yamiz va ikkinchi tenglamadan x yoki y topib, demak birinchi tenglamaga olib qo'yamiz. Xo'p, misolda tushuntiramiz. Birinchi misolni olamiz. Demak, y barobar 2x plus 5 va y barobar 3x plus 2. Xo'p, bunga e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkala tenglamada ham y demak nimaga teng? Y'lar bir xil. Ya'ni bunda 2x plus 5, bunda 3x plus 2. Ya'ni y'lar bir-biriga teng bo'lgandan keyin ularning nimasi o'ng tomoni ham bir-biriga teng bo'ladimi? Demak, biz ikkalasini tenglab olsak bo'ladi bir-biriga. 2x plus 5 barobar 3x plus 2. Demak, noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar ikkinchi tarafga o'tkazamiz. 5 minus 2 barobar 3x minus 2x. Xo'p, 3 barobar x. X barobar 3 kelib chiqdi. Endi topilgan x ni ixtiyoriy bitta tenglamaga, xohlar demak ikkinchi tenglamaga yoki birinchi tenglamaga qo'yib y topsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tenglamaga qo'yamiz. Y barobar 3 ko'paygan x ni o'rniga nima qo'yamiz? 3 qo'yamiz, plus 2 barobar 9 plus 2 barobar 11. Demak, y ni qiymati bizda 11 chiqdi. Endi topilgan tenglamani to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun tenglamani asliga olib qo'yamiz. Xo'p, x ni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, mana y barobar 2 ko'paygan 3 plus 5. Demak, 2 ga 3 ni ko'paytirsak 6, 6 ga 5 ni qo'ysak nima? 11 bo'ladi. Haqiqatan demak tenglamamiz to'g'ri yechilgan. Bu tushunarli bu. Endi biz demak birinchi usul haqida endi gaplashamiz. Demak, o'rniga qo'yish usuli. Bitta misol yozamiz. 3x minus y barobar 2, 2x plus 3y barobar 5. Mana. Xo'p, qarang. Mana umumiy ko'rinishga o'xshadimi? Mana A1 ning o'rnida nima kelyapti bizda? 3. B1 ning o'rnida minus 1, to'g'rimi? S1 ning o'rnida nima kelyapti? 2. Ikkinchisida mana A2 ning o'rnida 2, B2 ning o'rnida 3 va S2 ning o'rnida 5 kelyapti. Xo'p, o'rniga qo'yish usulida ixtiyoriy bitta tenglamadan x yoki y ni topamiz. Demak, y ni topamiz birinchi tenglamadan, qaranglar. Y ni topadigan bo'lsak, demak 3x minus 2 barobar y. Bu minus y ni o'ng tomonga o'tkazdik, minus plyusga o'zgardi. Xo'p, endi y ni topdik. Topilgan y ni biz ikkinchi tenglamadagi y ni oldiga olib qo'yamiz mana bu yerga. Mana 2x plus 3 ko'paygan y ni o'rniga men nima yozaman? 3x minus 2. 3x minus 2 barobar nimaga teng? 5 ga teng. Ochamiz. 2x plus 9x minus 6 barobar 5. 2x ga 9x qo'shsak necha bo'ladi? 11x. Minus 6 ni o'ng tarafga o'tkazsak, minus o'zgaradi. Demak, 5 olib qo'ysak 11. Demak, x ni topish uchun biz nima qilamiz? 11 dan 11 ga bo'ladi. 1. X ni qiymatini topdikmi? Endi topilgan x ni bu tenglamaga olib qo'yamiz yoki aksiga olib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, bu yerga olib qo'ysak, 3 ko'paygan
1 minus 2 barobar y. Y barobar necha? 1 ga aylandi. Endi tenglamani to'g'ri yoki noto'g'rilikni tekshirish uchun uni asliga olib borib qo'yamiz mana. 3 kara 1 3 3 dan demak 1 ni esa 2. Ikkinchi tenglamani olib qo'yamiz. 2 kara 1 2 3 kara 1 3 2 ga 3 qo'ysak 5 demak yozib olamiz. Endi qaranglar ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolda ham o'sha o'rniga qo'yish usulidan foydalanamiz. Xo'p, boya biz y ni topgandik, to'g'rimi? Y ni topib, ikkinchi tenglamadan y ni o'rniga qo'ygandik. Xohlasalaring x ni topib, ikkinchi tenglamada x ga qo'ysak ham bo'ladi. X topib ko'ramizmi? Xo'p, birinchi tenglamada x ni topsak, 7x barobar 16 minus 2y. X ni topadigan bo'lsak, 16 minus 2y taqsim 7 bo'ladi. X ni topib oldik. Endi topilgan x ni biz ikkinchi tenglamada x ni joyiga qo'yamizmi? Mana. Buni men olib qo'yaman endi. 3 ko'paytiramiz. 16 minus 2y taqsim 7 plyusdan 2y barobar 8. Xo'p, endi shuni ko'paytirib oladigan bo'lsak, 3 kara 16 48 minusdan 6y taqsim 7 plyusdan 2y barobar 8. Endi bu bir noma'lum chiziq tenglama bo'lib qoldimi? Bir noma'lum ishlash bilamiz. Demak, bu maqaj berib olamiz. 48 minus 6y plyusdan 14y taqsim 7. Bu 7 ni bu taraf ko'paytirib olaman, tushunyapsan? 7 kara 8 56. Xo'p. 48 minus 6 ga 14 ni qo'ysak necha bo'ladi? 8y. Barobar 56. Endi 8y barobar 56 dan nimani beramiz? 48 ni. Demak 8 bo'ladi. Y barobar 1. Y ni topdikmi? Y ni biz endi mana bu yerga qo'yamiz. Yoki tenglarga olib qo'ysak ham bo'ladi, farqi yo'q. Bu yerga olib kelaman mana. Topilgan Y ni mana. Y ni men mana bu yerga qo'yaman. X barobar 16 minusdan 2 kara y ga necha qo'yamiz endi? 1 qo'yamiz. Taqsim 7. 16 dan 2 ni bersak 14 taqsim 7 barobar 2. Tushunarli bo'ldimi? Ha. Demak, x ni qiymati bizda shu chiqadi. To'g'ri yoki noto'g'rini tekshirish uchun tenglamani asliga olib qo'yamiz. Xo'p, 3-misolga o'tamiz. 3-misolda endi bunda x ni topamiz, y nima? Y ni topib ko'ramiz. Y ni topadigan bo'lsak, xohla ikkinchi tenglama, xohla birinchi tenglama. Biz bunda birinchi tenglamada x topgandik, to'g'rimi? Bunda xohlasak ikkinchi tenglamada y ni topamiz. 6x minus 8y demak 8y o'ng tomonga o'tkazamiz. Minus 8 barobar 8y. Y ni topadigan bo'lsak 6x minus 8 taqsim 8. Xo'p, y ni topish tushunarli bo'ldimi? Ha. Qaranglar, mana ikkinchi tenglamani olyapmiz. Mana oldik. Demak 6x demak minus bu tarafdagi 8 bu tarafga minus bo'libdi. Minus 8y o'ng tomonga plus 8y bo'lib o'tdi. Endi topilgan y ni biz qaysi tenglamaga olib borib qo'yamiz? Birinchi tenglamaga, chunki biz ikkinchi tenglamadan topdik. Demak, birinchi tenglamadagi mana bu y ni joyiga qo'yamiz. 3x minusdan 5 ko'paytiraman. Nima yozamiz? 6x minus 8 taqsim 8 barobar necha? 2. Tushundiga? Endi 5 ni ko'paytirib olamiz. 3x minus 30x minus plus 40 plus keladi. Chunki ikkita minus plus keladi. Plusdan 40 bo'ladi. taqsim 8 barobar 2. Xo'p, nima bo'ldi? Endi 8 ni maxraj ko'paytirib olamiz. 24x minus 30x plusdan 40 barobar 16. Endi 24x dan 30x qaerga nima bo'ladi? Minus 6x. Bu 40 o'ng tomonga minus o'tadimi? 16 dan 40 tayyorsak 24 minus 24. Demak, ikkala tarafni minus 6 ga bo'lib olamiz. Necha bo'ladi? 4 bo'ladi. X ni qiymati 4 ekan. Topilgan x ni mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga. Bizda demak bor y barobar deymiz. 6 ko'paytiramiz. X o'rniga qo'yamiz. 4 minus 8 taqsim 8. 6 kara 4 24 8 bersak 16 taqsim 8 y barobar 2.
Tushunarli bo'ldimi? Endi topilgan yechim to'g'riroq noto'g'ri deyishimiz uchun tenglama asl olib qo'yamiz. Demak, x ni o'rniga 4 qo'yamiz. 3 ko'paygan 4 minus 5 ko'paygan 2. 3 kere 12, 5 kere 2 10. 12 dan 10 dersak 2. Birinchisi to'g'ri, ikkinchisiga qo'yamiz. 6 ko'paytiraman 4 minus 8 ko'paytiraman 2. 6 kere 4 24, 16, 8. Demak, yechimlar to'g'ri. Tushunarlimi? Yozib olamiz. Endi chiziq tenglama sxemasi yechishda ikkinchi usuli qo'sh usulni qarab o'tamiz. Qo'sh usulning mohiyati nimada bilingan? Qo'sh usulida biz shunday sistemani ikkala tenglamani shunday qo'shishimiz kerakki, yoki x yoki y bizda yo'qolishi kerak. Ya'ni ikkalasi bittasi demak tenglamadan yo'q bo'lib qolishi kerak. Xo'p, shuning uchun biz qaranglar. Buni qo'shganimizda x yoki y nima bo'lishi kerak? Bizda qisqarib ketishligi kerak. Xo'p, qo'shamiz qaranglar. Qo'shsak 2x bilan x ni qo'shsak qisqarmaydimi? Yo'q. 11 y ga 3 y qo'shsak ham qisqarmaydi. Shuning uchun biz sistemani shunday songa ko'paytirishimiz kerakki, qaysi bir o'zgaruvchi yo'qotamiz. X dan. Xo'p, qaranglar. Biz birinchisini -1 ga ko'paytirib yuboraman, ikkinchisini 2 ga ko'paytirib yuboraman. Mana, ko'paytirib yuboraman. Ko'paytirsak -2x minus 11y barobar 2, 2x minus 6y barobar minus 2. Endi buni qo'shib yuboramiz qaranglar. Minus 2x ga minus 2x qo'shsam 0 bo'ladimi? Minus 11 ga minus 6 ni qo'shsak nima? Minus 17y barobar nima bo'ldi? 0 bo'ldimi? Y barobar nima bo'ldi? Bu yerda demak minus 17y hosil bo'ldi, barobar 0. Ikkala taraf nimaga bo'lamiz? 17 ga bo'lamiz. To'g'ri? Y barobar 0 degan yechim kelib chiqdi. Topilgan y ni biz tenglamaga olib qo'yamiz mana bu yerga. Ixtiyoriy bittasiga. 2 ko'paytiraman x plus 11 kare 0 barobar minus 2. 2x barobar minus 2x barobar minus 1. Tushundingmi? Demak, x ga minus 1 qo'ysak, minus 1 demak qanotlarda. Ikkinchisini qaranglar. Bunda y ni yo'qotamiz, qaranglar, qisqartiramiz. Buning uchun birinchisini 3 ga ko'paytirib yuboraman, ikkinchisini 1 ga ko'paytiraman. 3 ga ko'paytirsak 9x minus 3y barobar 6, 2x plus 3y 5. Tushundikmi? Endi qaranglar, minus 3 ga plus 3 qo'ysak, nimalar? Y ga qisqarib ketadi. Tushundingmi? 9x ga 2x 11x mi? Bu 0 bo'lib ketdi. Barobar 11, x barobar 1. Tushundikmi? Endi topilgan x ni biz ixtiyoriy yoki bunga yoki bu tenglamaga qo'yamiz. Bu birinchisiga qo'ysak, 3 ko'paytiraman x o'rniga 1 minusdan y barobar 2. Demak, 3 minusdan y barobar 2. Y barobar 3 minus 2. Demak, 1 bo'lyapti. Tushunarlimi? Bu osonroqmikan? Tushundigan? Yozib olamiz.